Assalomu alaykum. Keling. Va alaykum assalom. Mana. Xo'p, hozir. Opa, sizdan 150 ming bo'ldi. Ha? Nima? Olgan narsalaringiz 150 ming bo'ldi. Ha, hozir. Mana. Kodi nechi? Kodi? Hozir. Opa, odamlar kutib qoldi. Uzr, hozir naqd beraman. Xo'p. To'g'ri. Mana opa. Xarid qilgan narsalaringiz. Sog' bo'ling, yaxshi yeting. Rahmat. Mana buni hisoblab Assalomu bering. alaykum. Keling, xo'p. Va alaykum assalom. Malika! Oyijon, keldingizmi? Ha qizim, keldim. Oyijon, sizni sog'inib Asal ketdim. qizim, o'zimni. Men yo'qligimda bir o'zing qo'rqmadingmi? Men bir o'zim emasman. Mana biz bilan zerikmay o'ynab o'tiring biza. Ha, qo'g'irchoqlaringmidi? Ha, O'takamni yo'ray deding-ku qizim. Mayli, sen qo'g'irchoqlaring bilan o'ynab tur. Men kiyimlarimni almashtirib chiqaman, xo'p? xo'p bo'ladi oyijon. Alo. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom qizim. Yaxshimisan? Nevaram yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Yaxshimiz oyijon. Qizim, bugun yo'lga chiqasizlarmi? Qanaqa yo'lga? Axir kelishgandik-ku. Meniga ko'chib kelasizlar deb. Katta uyda qizing bilan o'zing nima qilasan? Oldimga kelsang, ona bola birgalashib yashaymiz degandim-ku. Ha, oyijon, esladim. Bilaman, senga ham oson emas. Beva bo'lib qolding qizim. Lekin qizim, sen qizing uchun yashashing, eski baxtingni tiklashingga harakat qilishing kerak. Shunday qilaman oyijon. Unaqada bugun yo'lga chiqasizlar? Ha, hoziroq tayyorgarlik ko'raman. Boraman oyijon. Baraka top qizim. Ehtiyot bo'lib kelinglar, xo'pmi? Xo'p oyijon. Kutaman. Natasha yeb qo'yibdi ko'p kasha. Endi
qilamiz, doktorlarga chopamiz. Charchamadingmi, qo'g'ilchog'im? Qizim, Labbi oyijon, nima qilyapsan? qo'g'ilchoqlarim bilan gaplashib o'tiribman. Qo'g'ilchoqlarimga yangi kiyimlar tikib bermoqchi edim. O, juda zo'r-ku. Ha, shunday. Keling, siz ham yordamlashib oling. Yo'q, hozir emas. Qizim, menga bugun qo'ng'iroq qildilar. Seni juda sog'inibdilar. Bugun ularnikiga ketamiz. Axir qo'g'ilchoqlarimga ko'ylak tikishim kerak-ku. Ertaga borsak bo'lmaydimi? Qizim, buving xafa bo'ladilar. Qo'g'irchog'ingga buving bilan ajoyib ko'ylaklar tikasizlar. Bo'ladimi? Xo'p, bo'ladi oyijon. Sen unda mana bu o'yinchoqlaringni yig'gin. Men borib kiyimlarni jomadonga joylayman, xo'pmi? Endi buvingnikida yashaymiz. Xo'p, oyi. Qo'rqyapsanmi? Bilaman, senga qor yoqmaydi. Usting juda yupqa. Senga kiyim tikishga ham ulgurmagandim. Juda ham sovuq. Menga nima bo'lyapti o'zi? Qizim, odamni qo'rqitib yubording-ku. Nega ko'zlaringizni yumib oldingiz? Shunchaki o'zim. Yur, nonushta qilamiz. Nonushta qilib bo'ldik-ku. Voy, esim qursin. Unday bo'lsa yaxshi. Oyijon, qo'g'ilchog'im ko'chaga chiqishdan qo'rqyapti. Qo'rqyapti degan? Unda uyda o'ynayver. O'zingiz buvimnikiga ketamiz dedingiz-ku. Ha, mehr buving. Ketyapmiz qizim. Mana men ham deyarli bo'ldim. Endi qani yur, seni kiyimlaringni yig'amiz. Xo'p. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan ukam? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ukam rulda emasmiding? Yo'q, bemalol gapiravering. Ha, yaxshi.
Ukam senga bitta ish bor edi. Ish deysizmi? Qanaqa ish ekan u? Xizmat deyman. Ha, shunaqami? Ha, men sizni bir yog'liroq ish topsim debman. Xudo xolisa, u ham bo'lib qoladi, ukam. Bo'lsin aka, bo'lsin. Ukam, meni mashinam aksiga olib buzilib qoldi. Kelinoyini ishxonasidan olib kelish kerak edi. Vaqting bo'lsa kelinoyini olib kelgin deb qo'ng'iroq qilayotgandim. Aka, sal ertaroq aytmabsiz-da. Bir ayolni Sirdaryoga borishim kerak edi. Hozir shu ayolning uyiga bormoqchi bo'lib turgandim. Hech iloji yo'qmi? Yo'q aka, Sirdaryoga boraman deyapman-ku. Qanaqasiga iloji bo'ladi? Ha, mayli. Ishing bo'lsa, ishingni qilaver. Bo'sh bo'lsang, olib kelasan deb qo'ng'iroq qilgandim. Mayli, ukam, charchaman. Xo'p aka, mayli. Akam bu xotinni muncha erkalatmasa, har kuni mashinada olib kelishga balo bormi? Ana ko'cha to'la mashina bo'lsa, o'zi kelavermaydimi? Tavba qildim. Mayli. Nasibamiz shu ishdan ekan. Oyijon, meni eshityapsizmi? Qo'g'ichog'im ko'chaga chiqishdan qo'rqyapti deyapman. Nega qo'rqadi qizim? Tashqari juda sovuq-qo'yi, qo'g'ichog'im bu yerdan ketishimizni xohlamayapti. Sovuq bo'lsa, yaxshilab o'rab olamiz. Bo'ladimi qizim? Baribir sovuq. Qo'g'ichog'im qorni yoqtirmaydi, men ham. Qizim, bu biznikiga ketmasak bo'lmaydi. Tushunyapsanmi? Men sog'lig'im yaxshi emas. O'zing aqlli qilsan-ku. Tashqari juda sovuq-qo'yi, hamma joy qor. Biz qordan qo'rqamiz. Bo'lmasa, o'yinchog'ingni mana bu jomadonga solamiz. Bu jomadonda o'yinchog'ing issiqqina ketadi. Qo'r ham tegmaydi. Oyi, qo'g'ichog'im bitta o'zi ketishdan qo'rqadi. Uf, qizim, erkalanavermagin. Axir bizni buving kutyaptilar. Men ham qo'g'ichog'im bilan birga ketaman. Qizim, esing joyidami? Sen men bilan ketasan. O'yinchog'ing esa jomadonda ketadi. Yo'q, men ham qo'g'ichog'im bilan birga ketaman. Bo'lmasam qolinglar, shuni kutaylik, oyi. Qorni yoqtirmasligingni bilaman, qizim. Lekin menda buncha vaqt yo'q. Allo. Men keldim aytgan joyingizga. Hozir tushyapmiz. Xo'p. Ana endi ko'ngling joyiga tushdimi, a? Ha. Bu yer juda ham issiq ekan. Qarang-a. Mayli, hozir mashinaga o'tiramiz. Yana bir nimalar deb odamni uyaltirib o'tirmagin. O'zi shu qilgan ishim ham katta ahmoqlik. Xavotirlanmang, oyijon. Biz jim ketamiz. Unda jim o'tirgin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bering qarash. Yo'q, mana bunisini olib oling. Buni o'zim olaman. Mayli. Bering buni ham, yukxonaga solaman. Siz bemalol ketasiz. Yo'q, bu o'zim bilan ketadi. Salonga solaylik. Ha, mayli. Bo'lmasa o'zim joylayman.
namuncha og'ir. Ha, og'irroq. Chiqing. Rahmat. Bugun men uchun juda ham muhim kun. Bilaman. O'sha tadbirga men borishim shartmidi? Bu nima deganing? Axir hamma korxonamiz xodimlari ayollari bilan keladi-ku. Shunday kelishilgan. Yoki nima, sen bormasang, o'zimga boshqa variant qidirib ko'rsammikan-a? Ha, topib ko'ring-chi. Sochini yulib, qo'lingizga beraman. Ha, ishonaman. Sendan bu narsalarni kutsa bo'ladi. Ajab bo'pti. Shuning uchun ham seni bu tadbirga olib ketyapman-da. Voy dadasi, qarang mashina. Ehtiyot bo'ling. Shunday qilib, Sirdaryoga ketyapman deng. Ha, shunday. Sirdaryo Toshkentga yaqin bo'lgani bilan baribir ancha vaqt yo'qotamiz. Mana hozir qish, mashinalar ham sekin yuryapti. Yerlar ham muzlagan. Mayli, sekinroq yuravering. Bu chamadonlarga qaraganda butunlay ko'chib ketyapsiz shekilli. Shunaqa desa ham bo'ladi. Siz yaxshisi uka, yo'lga qarang. Mashinada ruldagi odam chalg'imaslik kerak. Umuman gapirmasangiz ham mayli uka. Voy, xo'p, uzr. To'xtab turing, men hozir. Qayerga? Shoshmang, ey. Uzr. Tinchlikmi? Adashibman. Kimsiz? Avtohalokat tufayli boshingiz jiddiy shikastlangan. Aslida xotirangizni butunlay yo'qotmaganingizni o'zi katta baxt. Lekin bunday jarohat sabab xotirada ayrim kamchiliklar kuzatilishi mumkin. Jumladan disneziya, esda saqlab qolishning buzilishi, amneziya, oldin bilgan narsalardan ayrim fragmentlarning yo'qolishi, demensiya, miyada qon aylanishining buzilishi bilan zehnning pasayishi. Eng yomoni esa Alzheimer, xotiraning yo'qolib, odam o'z uyi, yaqin kishilarni taniy olmasligi, ism-sharifni ham esdan chiqarishi mumkin. Bu kasalliklarni birortasi ham sizda kuzatilmasligini xohlagan bo'lardim. Biroq buni ehtimoli yo'q emas. Shuning uchun tez-tez nazoratimizdan o'tib turing. Hozir katta yo'qotishni boshimdan kechirdim. Umr yo'ldoshim o'sha avtohalokat tufayli olamdan ko'z yumdilar. Qani endi shu kasalliklar
rostdan ham menda kuzatilsa, barcha azoblarimni unutgan bo'larmidim. Siz hali qizalog'ingiz uchun keraksiz. Onangiz ham necha kunda beri shu yerda parvona bo'lib yuribdilar. Siz kuchliroq bo'lishingiz kerak. Rahmat, doktor. Qayerga ketdi bu ayol? Qayerga ketdi endi bu ayol, ha? Allo, eshitaman. Ha, aka, menman. Ha, buyurtmangiz esimda. Hozir bir mijozim bor edi. Shundoq Sirdaryoga tashlab kelishim kerak. Xo'p, shu ishimni yakunlab kechqurun oldingizga o'taman. Bo'ldi, aka, xavotir olmang. Xo'p, mayli. Telefonlashamiz. Tavba qildim. Namicha qolib ketdi bu ayol, ha? Oyim qo'ng'iroq qilibdilar-ku. Ish qilib tinchlikmikan? Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qizim, telefoningga nimaga javob bermaysan? Ovoz qilib qo'yibman oyijon. Eshitmabman-da, oyi, uzr. Tinchlikmidi o'zi? Voy, bu nima deganing qizim? Bugun kelishing kerak edi-ku. Qayerga oyijon? Siznikigami? Qizim, hazillashyapsanmi? Axir ertalab gaplashgandik-ku. Biznikiga ko'chib kelmoqchi edinglar-ku. Uzr oyijon, uzr. Bugun bir-ikki ishim chiqib qoldi. Ertaga albatta boramiz oyijon. Ha, mayli. Shunaqa ekan, bir og'iz aytib qo'ysang bo'ladi-ku. Yuragimni hovuchlab o'tiribman. Uzr oyijon, uzr. Bo'pti, nevaramni o'pib qo'ygin. Xo'p, mayli oyi, siz ham yaxshi o'tiring. Ertaga albatta boramiz. Xo'p, mayli. Telefonni ham ko'tarmayapti endi. Qanaqasi bu axir? Ikkita jamoadon tashib ketib yorganini qara. Meni ham tirikchiligim bor axir. Nima qilsam ekan?
Bo'lganicha bo'lar. Ertaga telefon qilib, yuklarni olib beraman. Bu dahmazan nima qilsamikin? Yukxonaga ortib qo'ya qolaman-da. Shunaqa qilaman. Buncha og'ir. Nimani ovozi? Ishqilib mashinani bu joyi buzilmagan bo'lsin-da, bu yog'i o'zi qish bo'lsa. Yana ortiqcha xarajat yetmay turganda menga. Nima bo'lyapti mashinaga? Voy, nimani ovozi bo'ldi bu yana? Oydin? Oydin. Qizim. Oydin. Oydin, qizim. Qayerdasan, qizim? Qizim. Oy. 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 Ana endi ko'ngling joyiga tushdimi, a? Ha. Bu yo'l juda ham issiq ekan. Qarang-a. Mayli, hozir mashinaga o'tiramiz. Qizim, men nimalar qilib qo'ydim? Oy. 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 Qani edi Nomira? Qani? Qizim. Qizaloqim. O'rtoq. Og'ayni yaxshimisan? Yaxshimisan? Sog'liging yaxshimi? Yaxshi, Ishlaring rahmat. bo'lyaptimi? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Ha, rahmat, Xudoga shukr. O'g'ling tuzalib qoldimi? Bir ko'rishganimizda mazasi yo'q deganding. Ha, ko'z tegmasin. Hozir ancha yaxshi. Haligi o'g'lim sal sho'xroq bola, bilasan-ku. Ko'chaga yubqa, shapkani boshiga ham kiymasdan chiqib shamollab qopti. 2 hafta shuni orqasidan yurdim o'zi. Ko'z tegmasin, hozir ancha yaxshi. Ha. Yaxshi bo'lsin-da. Qishda bolalar tugul kattalar ham shamollab qolyapti. Bu yil qish sovuq keldi-da.
Muhimi yaxshi bo'lib qopti-ku. Ha, shukr. Kech bo'lganda bu yerda nima qilib yuribsan? Ha, endi ozgina tirikchilik. Bir ikkita zakazlarim bor edi. Shular bilan ishlab yuribman. Uni ustiga aksiga olib ertalabdan beri ishim yurishmayapti. Nima bo'ldi? Bir ayol Sirdaryoga borib qo'ying deb yuklari bilan mashinamga chiqqandi. Keyin nimadir bo'ldi-yu, ketib qoldi. Yuklari bo'lsa mashinamda qolib ketdi. Qanaqasiga ketib qoladi? Bilmayman, mashinadan tushdi-yu ketib bordi. U bechora seni qidirib yurgandir balki. Yo'q, unday emas. Men u ayolni o'sha tushirgan joyimda yarim soatdan ortiq kutdim. Kelmadi, telefon qilsam telefonni ham ko'tarmadi. Unday bo'lsa, olgan joyingga olib bor. Boraman, faqat keyinroq. Hozir boshqa bir odam oldiga borishim kerak. Endi nima qilmoqchisan? Bilmadim. Endi ertaga uyga borib kelaman. Hozir baribir ulgurmayman, ancha kecham bo'lib qoldi. O'rtoq, menga qara, sen mashinani yaxshi tushunarding-a? Ha, ozma-oz. Nima edi? Mashinamdan qanaqadir ovozlar eshitilyapti. Qayerdanligini topa olmadim. Shuni bir ko'rib ber. Xo'p, mayli. Ertalab yurganimda yaxshi edi. Ish qilib, buni ham bir muammosi chiqmagan bo'lsin-da. O'zi shu mashina kunimga yarab turibdi. Ha, endi do'stim, yurgan mashinani dardi chiqadi-da. Yur, ko'rib ber. Ko'p vahima qilverma. Yur ko'ramiz. Qani mashina? Mana u boshqa gap. Bu yoqda. Mana shuni ko'rib ber. Oldidanmi, orqasidanmi? Tushunmadim. Hozir ko'ramiz-da, og'ayni. Qani o't oldirchi? Hozir. Hozir. Gaz ber. Bo'ldi. Xo'sh, nima bo'lgan ekan? Hammasi joyida. Bilmadim, qanaqadir oldidanmi, orqasidanmi? Xuddi kimnidir yig'layotgan ovoziga o'xshash ovoz eshitiladi. Qayerdan keladiganini o'zim ham bilmadim. Yig'lagan ovoz? Ha, qanaqadir ovoz. Orqani ko'raylikchi. Kechi. Kapotni ochchi. Hozir. Do'stim, biror bir muammo ko'rmadim. Balkim yurgan vaqtida sezilayotgandir. Ha, shunaqa bo'lyapti. Unda biror bir kun bo'shaganingda qo'ng'iroq qilsang, yaxshi usta bor. O'shanga olib boramiz. Xo'p, yaxshi bo'lardi. Lekin menimcha hammasi joyida. Mayli, hammasi joyida bo'lsa yaxshi. Balki menga shunday tuyulgandir. O'zi shu kunlarda ish bilan bo'lib kam uxlayotdim. Balki menga shunaqa eshitilayotgandir. Baribir ustasi ustada do'stim. Bir deganda aybini topadi. Ha, sen ham ustadan qolishmaysan-ku. Mana bu chemadonlar o'sha ayolnikimi? Ha, aytdim-ku, ertalab bir mijozimni Sirdaryoga borishim kerak edi. O'shaniki qolib ketgan. Tushunarli. Bular katta-ku. Kichikroq biror bir sumkasi qolib ketibdimi deb o'ylabman. Ha, yo'q, viloyatga ketayotgandi. Butunlay ko'chib ketayotgan ekan. Buni tezroq egasiga yetkaz. Yana qochib ketdi deb yurmasin. O'zi men ham muammo bo'lmasin deb yuklariga qo'limni ham tekkizganim yo'q. Qandoq bo'lsa shunday turibdi. Mayli, katta rahmat o'rtoq. Xo'p, mayli. Sog' bo'lgin. Xo'p, qo'ng'iroq qilgin o'rtoq. Mayli, bo'pti. Aka, bu yukxonaga qo'y ortib olganmisiz deyman?
Taqir bo'lyapti. Yep yangi mashinaga qo'y o'rtamanmi? Taqillagandek bo'lyapti-da orqa. G'alati ovozlar ham kelyapti. Ha, orqada ikkita chamadon bor. Shu desangiz, ertalab bir ayolni Sirdaryoga borishim kerak edi. O'zlari telefon qilib chaqirgandi. Keyin yo'lga tushdik. Svetofor kelib to'xtagandim, indamasdan tushib ketib-yordi. Iye, qiziq-ku, keyinchi aka? Keyin hozir kelib qolar deb rosa kutdim. Telefoniga telefon qilsam ko'tarmadi. Keyin noiloj sizni oldingizga kelaverdim. O'sha ayolning ikkita chemadoni orqada qolib ketgan. O'sha bir-biriga urilayotgan bo'lsa kerak. Tushunarli, bo'lishi mumkin. U ayolni ham bir zarur ish chiqib qolgandir-da, shoshib tushib ketgan. Nima deysiz endi? Odamda issiq jon 5 daqiqadan keyin nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Ayyo, to'g'ri. Lekin menga bir og'iz aytib qo'ysa bo'lardi-ku. Men uni shuncha kutib o'tirdim. Ha mayli, endi ertaga toparman u ayolni. Shunaqa, toping aka, toping. Birovni omonati bo'lsa. Uka, kichik yo'llarga ham kiraylik. Bu atrofda ko'rinmayapti. Opa, mayli go'ya. Lekin bolangiz yo'qolgan bo'lsa, bunday qidirib yursak, u mashinani umuman topa olmaymiz. Shahar katta bo'lsa. Bir joyda o'tirsam ichim kuyib ketadi. Siz yuravering, qancha desangiz beraman. Militsiyaga xabar berdim dedingiz, ha? Ha, xabar berdim. Ular ham qidirishyapti. Biror yangilik bo'lsa xabar berishadi. Ungacha o'zim ham qidiraveraman. Bechora qizim sovda muzlab qolmadimikin ish qilib. Men ahmoq nimalar qilib qo'ydim-a? Nimalar qilib qo'ydim? Opa, xavotir olmang. Balki o'sha taksiz qizingizni ko'rib uyga olib ketgandir. Yaxshi niyat qilavering. Ilohim shunday bo'lsin. Nariga ko'chaga ham kiraylik. Xo'p, xo'p. Iye. Opa-ku. Alo. Alo, voy uka. Nega telefonni olmaysiz? Qayerdasiz? Men ishlarim bilan yuribman. O'zingiz ketib yordingiz-ku. Men sizga necha marta telefon qildim? Qancha ishlarim qolib ketdi. Men sizni o'sha yerda yarim soat kutib o'tirdim-ku. Taksi qilib yuribmi endi ishlab? Qizimga nima bo'ldi? Qizim? Qana qiz? Voy, salondagi chamadonda qizim bor edi. Qarab ko'ring-chi. Nimaga shu paytga? Nima? Ovozi chiqmadi. Hozir opa, hozir qarayman. Oy qiz. Oy qizaloq. Muzlab qopsan-ku. Bo'ldi qizim. Hadeb siqilavermagin. Bu savdolar boshingda bor ekan. Bir o'zimga shuncha savdo ko'plik qiladi oyijon. Qizim, Allohim bandasiga ko'tara olmaydigan sinovni bermaydi. Azoblar ham, quvonchlar ham shu peshonamizga yozilgan. Bilmadim oyijon, bilmadim. Bu kasalligim bilan yaqinlarimni unutib qo'yishim ham hech gap emas. Shifokorga ertaroq borsam bo'lar ekan. Mana qizim, davolanding. Hozir hammasi yaxshi. Bu yog'iga har oyda shifokor nazoratiga borib kelamiz. Bu kunlarni ham unutib yuborasan. Undan tashqari, men hamisha yoningda bo'laman qizim. Sendan hech qachon uzoqlashmayman qizim. Rahmat oyijon, rahmat. Yaxshiyam siz borsiz. Jon qizalog'im o'zimman. Sen meni katta umidimsan.
eng muhimi sening ham yashashing uchun katta umiding bor. O'rdakcham eshityapsanmi? Agar qorlar erisa, mazza qilib o'ynab kelamiz.